Siz hech qachon o'z uyingizda, eng xavfsiz deb bilgan qo'rg'oningizda o'zingizni qopqonga tushgan o'ljadek his qilganmisiz? Men his qildim. Qaynotam. El-yurt oldida obro'li, nuroniy deb bilinadigan inson, aslida niqob kiygan yirtqich ekanligini bilganimda, dunyo ko'zimga qorong'u bo'ldi. Ovsinim bilan bo'lgan o'sha jirkanch sahnani ko'rganim yetmagandek, uning navbatdagi nishoni men edim. Erimga aytdim, yalinib yolvordim, lekin u meni tuhmatchiga chiqardi. Menga ishonmadi. Va men oxirgi chorani qo'lladim. Vannaxonaga o'rnatilgan o'sha kichkina kamera nafaqat haqiqatni, balki butun bir oilaning chirigan basharasini ochib tashladi. Bu hikoya sabrning tagi doim ham sariq oltin emasligi, ba'zan esa zaharli ilon bo'lib chiqishi haqidagi achchiq haqiqatdir. Tinglang. Assalomu alaykum mening dardkashlarim. Hikoyachi Momo kanalining aziz muxlislari. Mening ismim Zuhra, ismim o'zgartirilgan. Yoshim 27 da. Bugun sizga aytib beradiganlarim mening hayotimning eng qora sahifalari. Bu shunchaki hikoya emas, bu ogohlantirish. Har bir qizga, har bir ota-onaga, har bir erga dars bo'ladigan, qon bilan yozilgan taqdir bitigi. 20 yoshda edim. Hayotni pushti ko'zoynakda ko'radigan, orzulari osmon, sodda qizaloq edim. Ota-onamning xohishi, kattalarning maslahati bilan turmushga chiqdim. Erim Sardor aka bilan to'ydan oldin bor yo'g'i 5 marta uchrashgandik. Bizda o'zbekchilikda muhabbat to'ydan keyin keladi degan gap bor. Qarindoshlarim menga tinmay shuni uqtirishardi. Tanimagan odaming bilan yashash qiziqroq, bir-biringizni asta-sekin kashf qilasizlar, asosiysi oilasi tinch, to'q joy. Men ishondim. Kattalar yomonlikni ravo ko'rmaydi deb o'yladim. Turmush o'rtog'im yomon inson emasdi. Mehribon, oilaparvar, og'ir-bosiq yigit edi. To'g'ri, o'rtamizda kinolardagidek yonib kuygan ehtiros yo'q edi, lekin chuqur hurmat va iliqlik bor edi. Men shunga ham shukr qilib, baxtli yashashga harakat qilardim. Hamma shunday yashaydi-ku deb o'zimni ovutardim. Erimning oilasi katta edi. Qaynotam, qaynonam, erimning akasi, uning xotini, ovsinim Sevara va ularning 2 farzandi, hammamiz bir hovlida, katta qozonda qaynar edik. Katta hovli, gavjum oila. Boshida bu menga juda yoqardi. Yolg'izlanib qolmaysan, doim suhbatdosh bor. Qaynotamni o'z otamdek, qaynonamni onamdek ko'rdim. Ovsinim Sevara opa bilan ham opa-singildek bo'lib ketdik deb o'ylardim. U chaqqon, gapga chechan ayol edi. Dastlabki 3 oy xuddi tushdek o'tdi. Yangi kelinlik gashti, izzat-ikrom. Lekin bu sukunat bo'ron oldidagi sukunat ekanligini men bilmasdim. Vaqt o'tishi bilan uyda g'alati, tushuniksiz narsalarni seza boshladim. Avvaliga bu shunchaki ichki sezgi edi, xolos. Kunduzlari uyda erkaklar qolmasdi. Erim va qaynog'am ishga ketishar, bolalar maktabda bo'lardi. Qaynonam esa ko'pincha qo'shnilarnikida gurungda yoki bozor o'charda bo'lardi. Katta hovlida asosan men, ovsinim Sevara va qaynotam qolardik. Qaynotam nafaqadagi odam, uyda o'tirishi tabiiy. Lekin ovsinimning xatti-harakatlari o'zgara boshladi. U qaynotam bilan gaplashganda ko'zlarida qandaydir g'alati, kelinlarga xos bo'lmagan o't chaqnardi. Ularning hazillari bir-biriga ma'noli qarashlari. Bu shunchaki kelin va qaynota munosabatiga o'xshamasdi. Eng qizig'i, qaynotamning yotoqxonasini har doim ovsinim o'zi yig'ishtirardi. Men yordamlashmoqchi bo'lsam, qo'yaver, Zuhra, dadamning xarakterlari qiyin, narsalarni joyini o'zgartirsang jahl qiladilar, o'zim eplayman, deb meni u xonaga umuman yaqinlashtirmasdi. Men sodda buni uning epchilligiga, qaynotamni yaxshi bilishiga yo'yardim. Lekin bir kuni, kunlardan birida quyosh charaqlab tursa ham, mening hayotimga zulmat kirib keldi. Tush payti edi. Men hovlida supur-sidir qilayotgandim. Qaynonam uyda yo'q edi. Ovsinim dadamning choylarini yangilab chiqay deb xonalariga kirib ketdi. Oradan 10 daqiqa o'tdi, 20 daqiqa o'tdi. U chiqmadi. Xavotir oldim. Balki biror narsa kerakdir yoki dadamning toblari qochdimi deb sekin ayvonga chiqdim. Qaynotamning yotoqxonasi eshigi qiya ochiq edi. Men yaqinlashdim.
Ichkaridan g'alati, bo'g'iq ovozlar eshitilardi. Nafas olishlar, shivirlashlar va karavotning g'ichirlashi. Muzlab qoldim. Yuragim to'xtab qolayozdi. Eshik tirqishidan mo'raladim va ko'rgan manzaram. O'sha lahzani xotiramdan o'chirib tashlash uchun butun umrimni berardim ichkarida. Qaynotam va ovsinim. Ular, men tushuntirib bera olmayman. Bu shunchaki xiyonat emasdi. Bu jirkanchlik, haromlik, insoniylikdan chiqish edi. O'z kelini bilan, o'z o'g'lining xotini, nevaralarining onasi bilan. Oyoqlarimdan jon ketdi. Ko'zlarim kosasidan chiqib ketay dedi. Baqirib yuborishimga bir bahya qoldi, lekin qo'lim bilan og'zimni mahkam yopdim. Agar hozir bilib qolishsa, meni o'ldirishlari ham mumkin degan dahshatli fikr miyamga urildi. Ular inson qiyofasini yo'qotgan edilar. O'zimni zo'rg'a tutib, oyoqlarim qaltirab, ovoz chiqarmay orqaga qaytdim. O'z xonamga kirib, eshikni qulfladim va yostiqni tishlab, unsiz o'kirib yig'ladim. 2 kun o'zimni kasalga soldim. Xonadan chiqmadim. Erimgayam, boshqalarga ham qaray olmasdim. Qaynog'am ishdan kelib, xotini bilan kulib gaplashganda ichimdan zaharli safro toshib kelardi. Bechora aka, xotining va otang seni qanday ahvolga solyapti deb o'ylardim. Men endi bu uyda o'zimni xavfsiz his qila olmasdim. Bu uy, bu do'zaxning o'zi edi. Devorlar ham haromlangandek tuyulardi. Bu voqeadan so'ng men butunlay o'zgarib qoldim. Qo'rqoq, hurkak, soyasidan ham cho'chiydigan qushchaga aylandim. Ovsinimning ko'ziga qaray olmasdim, undan jirkanardim. Qaynotamni ko'rsam, etim junjikib, ko'nglim aynirdi. Kechki ovqat paytida hamma jam bo'lganda, men birinchi bo'lib turib ketardim. Ularning soxta kulgulari, baraka haqidagi gaplari, bir-biriga mehribonlik qilishlari. Bu munofiqona teatrni ko'rishga toqatim yo'q edi. Oradan 1 oy o'tdi. Men bu sirni ichimda saqlashga majbur edim. Chunki kimga aytaman? Kim ishonadi menga? Kelin qaynotasiga va ovsiniga tuhmat qilyapti, oilani buzmoqchi deb meni haydab yuborishlari, sharmanda qilishlari aniq edi. Men yosh kelin edim, so'zimning vazni yo'q edi. Lekin baloning ikkinchisi yanada kattarog'i hali oldinda ekan. Ovsinim bilan bo'lgan munosabat qaynotamga kamlik qildi shekilli, yoki u o'zini bu xonadonning mutlaq hukmdori, sultoni deb hisoblay boshladimi? Uning iflos nigohlari endi menga qadaldi. Dastlab bu shunchaki tasodifiy teginishlar, ortiqcha maqtovlar edi. Kelin, buncha chiroylisan, o'g'limning omadi bor ekan deb yelkamga qoqib qo'yardi. Men buni otalarcha erkalashga yo'yishga harakat qilardim, lekin ichimda bir narsa qoch deb baqirardi. Keyin vaziyat og'irlashdi. U meni yolg'iz qolishimni poylaydigan bo'ldi. Bir kuni vannaxonani tozalayotgandim. Yengimni shimarib, egilib pol artardim. To'satdan eshik ochildi. Qaynotam kirdi. Men cho'chib tushdim, darrov qaddimni rostladim. Dada, chiqing, men tozalayapman, hozir bitiraman, dedim shosha-pisha, ro'molimni to'g'irlab. U chiqib ketmadi. Eshikni ichkaridan qulfladi. Yuragim qinidan chiqib ketayozdi. Qo'limdagi latta yerga tushib ketdi. U menga yaqinlashdi. Ko'zlarida o'sha ovsinim bilan bo'lgandagi men tirqishdan ko'rgan o'sha iflos, hayvoniy uchqun bor edi. Zuhra, sen juda boshqachasan, dedi u xirillagan ovozda menga ochko'zlik bilan tikilib. Sevaradan ham ovsinim chiroyliroqsan. O'g'lim yosh, seni qadringga yetmaydi. Men burchakka qisilib qoldim. Vannaxona tor, qochishga joy yo'q. Dada, nimalar deyapsiz? Allohdan qo'rqing. Men o'g'lingizning xotiniman. Otamsiz, dedim qaltirab, yig'lab yuborishdan o'zimni zo'rg'a tiyib. U menga yanada yaqinlashdi. Qo'lini uzatib, yuzimni, sochimni silamoqchi bo'ldi. Yoshroq bo'lganimda senga o'zim uylanardim. Hozir ham kech emas. Oramizda qoladi. Seni xafa qildirib qo'ymayman, dedi u yuzsizlarcha. Men bor kuchimni to'plab uni itarib yubordim.
"Yo'qoling" deb baqirdim va qulfni burab, eshikni ochib qochdim. To'g'ri ko'chaga, qo'shnilarnikiga yugurdim. Oyoq kiyimim ham yo'q, sochlarim to'zg'igan. Qo'shnilar ahvolimni ko'rib hayron bo'lishdi. "Nima bo'ldi, qizim? Tinchlikmi?" deb so'rashdi. Men haqiqatni aytolmadim. Tilim aylanmadi. Qanday aytaman? Qaynotam menga tegajog'lik qilyapti deymanmi? Hovlida ilon ko'rdim. Katta ilon. Qo'rqib ketdim deb yolg'on gapirdim. Ular meni tinchlantirishdi, choy berishdi. Erim ishdan kelgunicha o'sha yerda birovning uyida o'tirdim. O'z uyimga kirishga qo'rqardim. Chunki o'sha uyda inson qiyofasidagi shayton bor edi. Bu holat bir marta bilan tugamadi. Qaynotam endi ochiqchasiga menga hujum qila boshladi. Yo'lakda, oshxonada. Qayerda yolg'iz qolsam, u meni burchakka taqashga, teginishga urinardi. Men o'zimni juda ojiz, ifloslangan, xo'rlangan his qilardim. Har kuni dush qabul qilardim, go'yo suv bilan bu ifloslikni yuvib tashlamoqchidek. Lekin ruhiyatimdagi dog' ketmasdi. Nafratim kundan kunga kuchayardi. Endi chidab bo'lmasdi. Yoki o'zimni o'ldirishim kerak, yoki kurashishim kerak edi. Oxiri tavakkal qildim. Erimga aytishga qaror qildim. Garchi ishonmasligidan qo'rqsam ham. Bir oqshom xonamizda yolg'iz qolganimizda Sardor akaning qo'llaridan tutdim. "Sardor aka, sizga bir gap aytishim kerak. Juda muhim. Faqat iltimos o'zingizni bosing va menga ishoning" dedim yig'lab. U hayron bo'ldi. "Tinchlikmi? Yana nima bo'ldi?" Men hammasini, qaynotamning qilgan ishlarini, menga shilqimlik qilayotganini, vannaxonadagi voqeani aytib berdim. Faqat ovsinim bilan bo'lgan voqeani aytmadim. Bunga hali kuchim yetmadi. Bu juda katta zarba bo'lardi. Erimning yuzi oqardi, keyin qizardi. Ko'zlarida dahshatli g'azab paydo bo'ldi. Lekin bu g'azab otasiga emas, menga qaratilgan edi. U qo'limni siltab tashladi. "Nima? Sen nimalar deyapsan? Og'zingga qarab gapir. Otamga tuhmat qilyapsanmi?" deb baqirdi. "Xudodan qo'rq, Zuhra. Otam namozxon odam. U seni qizidek ko'radi. Sen bizni urushtirmoqchimisan? Oilamni buzmoqchimisan? Yoki o'zingni buzuq xayollaringni otamga to'nkayapsanmi?" Men qanchalik yig'lamay, qasam ichmay, u ishonmadi. Meni fitnachi, yuzsiz deb haqoratladi. "Agar yana bir marta shunaqa desang, tilingni sug'urib olaman" dedi. Adolatsizlik. Bu jismoniy og'riqdan ham yomon ekan. Men jabrlanuvchi edim, lekin aybdorga chiqarildim. Erim meni himoya qilish o'rniga meni yanchib tashladi. Lekin o'sha kuni men taslim bo'lmadim. Ichimda qandaydir kuch uyg'ondi. G'ururim uyg'ondi. "Agar ishonmasangiz, isbotlayman" dedim qat'iy. Ko'z yoshlarimni artdim. "Vannaxonaga kamera o'rnating. Yashirin kamera. O'z ko'zingiz bilan ko'rasiz. Agar men nohaq bo'lsam, meni shu yerda o'ldiring. Lekin haq bo'lsam, ko'rasiz." Erim avvaliga ko'nmadi, jahl qildi. Lekin mening ko'zlarimdagi qat'iyatni ko'rib, yuragining tubida shubha paydo bo'ldi shekilli, noiloj rozi bo'ldi. "Xo'p, qo'yamiz. Lekin agar otam begunoh bo'lsa, seni ota-onangnikiga haydayman" dedi u. Biz yashirincha kichkina kamera o'rnatdik. Kunlar o'tdi. Men yuragimni hovuchlab yashardim. Har kuni o'sha kameraning yozishini kutardim. Va o'sha kun keldi. Qaynonam yo'q edi. Erim ishda. Men ataylab vannaxonaga kirdim, eshikni qiya ochiq qoldirdim va kir yuvishni boshladim. Kamera yozayotgan edi. Kutganimdek, o'ljarni ko'rgan yirtqich paydo bo'ldi. Qaynotam kirdi. U hech narsadan tab tortmay, atrofga alanglab, orqamdan kelib menga yopishdi. Qo'llari bilan belimdan ushladi. Men baqirdim, qarshilik qildim, uning qo'llarini itardim. "Qo'yvoring. Nima qilyapsiz?" deb chinqirdim. U esa kuldi. "Nozlanma, baribir hech kimga aytolmaysan.
Ering senga ishonmaydi, ko'rding-ku. Sen meniksan, dedi. Bu so'zlar, bu uning o'z hukmi edi. U o'z og'zi bilan hammasini tan oldi. Men bor kuchim bilan uni itarib vannadan qochib chiqdim. Kamera esa hamma narsani, uning harakatlarini, so'zlarini, jirkanch basharasini, menga qilgan tajovuzini soniya-soniya yozib olgan edi. Kechqurun erim keldi. Men yig'lab, titrab unga kamerani berdim. Mana, ko'ring. O'z otangizni ko'ring. Endi kim haq ekan, dedim. Sardor aka notebookni ochdi. Videoni qo'ydi. Men uning yuziga qarab turardim. Uning yuzidagi ifoda. Avval ishonchsizlik, keyin shok, keyin dahshat va cheksiz alam. Uning rangi oq qog'ozdek oqarib ketdi. Peshonasidan sovuq ter chiqdi. Videoda otasining keliniga yopishgani, aytgan gaplari. Hammasi yaqqol ko'rinib turardi. U videoni ko'rib bo'lib, notebookni yopdi. Boshini stulga urdi. Yo'q. Yo'q. Nahotki, deb ingradi. U sindi. O'z otasi, o'z qiblagohi, butun umr halollikdan dars bergan insonning asl basharasini ko'rib u sindi. Lekin eng dahshatlisi va kutilmagani keyin boshlandi. Erim otasining oldiga kirib ketdi. Uydan baqir-chaqir, janjal ovozlari eshitildi. Men xonamda titrab kutardim. Hozir erim meni himoya qiladi, otasidan voz kechadi deb o'yladim. 2 soatdan keyin Sardor aka xonamizga qaytib kirdi. Uning ko'zlari qonga to'lgan, vujudi tarang edi. U menga qaradi va men kutgan gapni aytmadi. Bu sening aybing, dedi u sovuqqonlik va nafrat bilan. Men qulog'imga ishonmadim. Nima? Otam aytdi. Sen uni yo'ldan urgansan. Sen o'zing unga ko'z suzgansan. G'unajing ko'zini suzmasa, buqa ipini uzmaydi. Otam qari odam, sen yoshsan, ochiq-sochiq kiyinib uni majburlagansan, dedi u. Qaynotam. U shaytonning o'zi edi. U o'g'lini shunday ishontiribdiki, hatto video ham uning foydasiga xizmat qilibdi. Kelin ataylab shunday qildi, kameraga tushirish uchun meni provokatsiya qildi, meni sharmanda qilish uchun, debdi. Erim esa o'z otasining obro'sini saqlash uchun meni qurbon qildi. Men o'sha joyda tushundimki, bu oila chirigan. Bu botqoq. Bu yerda haqiqat yo'q, insof yo'q. Agar hoziroq ketmasam, men ham shu botqoqqa cho'kib ketaman yoki aqldan ozaman. Erimning bu gaplari menga qaynotamning qilig'idan ham og'irroq botdi. Bu xiyonatning eng yuqori cho'qqisi edi. Men ketaman, dedim. Sizlarga Xudo kifoya qilsin. Sizlar oila emassizlar, sizlar. Gapimni tugatolmadim. Narsalarimni yig'ishtirdim. Ota-onamga qo'ng'iroq qildim. Meni olib ketinglar, bu yerda boshqa yasholmayman, deb yig'ladim. Dadam va akalarim yetib kelishdi. Men hamma narsani, videoni ham ko'rsatdim. Dadam videoni ko'rib, qaynotamni o'ldirib qo'yishiga oz qoldi. Akalarim uyni buzib tashlamoqchi bo'lishdi. Qizimni olib ketaman. Bu uyingga o't tushsin. Hammangni sudga beraman, deb baqirdi dadam. Qaynonam va ovsinim ham chiqishdi. Ular hammasini bilishdi. Ovsinimning rangi oqarib ketgan, u hammasi fosh bo'lishidan, o'zining siri ham ochilib qolishidan itdek qo'rqardi. Biz ajrashdik. Bu jarayon juda og'ir kechdi. Qaynotam va erim meni butun mahallaga buzuq, qaynotasiga osilgan, shantajchi deb yomon otliq qilishdi. Tuhmat toshlari ostida qoldim. Ko'chaga chiqa olmasdim. Lekin haqiqat egiladi, bukiladi, lekin sinmaydi. Vaqt o'tib, odamlar kimning kimligini tushuna boshlashdi. Allohning o'zi bor. Eshitishimcha, ovsinim bilan qaynotamning munosabati ham keyinchalik fosh bo'lib, katta janjal bilan u oila parokanda bo'lib ketibdi. Qaynog'am xotinini haydadi, erim esa ichkilikka berilib ketdi. Ular o'z jazolarini olishdi. Men hozir ota-onamning uyidaman. Qandolat fabrikasida ishlayapman. Tinchman. Halol mehnat qilyapman. Lekin qalbimda chuqur, bitmas jarohat bor. Erkaklarga ishonchim butunlay so'ngan.
Har safar biror erkak menga qarasa, ko'z oldimga qaynotamning o'sha jirkanch nigohi keladi. Qo'rqib ketaman. Turmushga chiqishga shoshilmayapman. Og'zi kuygan qatiqni ham puflab ichadi, deyshadi-ku. Men juda qattiq qo'rqib qolganman. Lekin shuni bildimki, ayol kishi o'zini o'zi himoya qilmasa, o'z g'ururi uchun kurashmasa, hech kim uni himoya qilmas ekan. Agar o'sha kamerani qo'ymaganimda, balki umrbod o'sha do'zaxda qul bo'lib yashardim yoki o'zimni o'ldirardim. Aziz ayollar, singillar, hech qachon sabr qilish kerak, uyat bo'ladi deb o'zligingizni, g'ururingizni toptashlariga yo'l qo'ymang. Zulmga, shilyoqlikka chidamang. Hatto u eng yaqin insoningiz bo'lsa ham. Baxt bu kimningdir soyasida qo'rqib yashash emas, baxt bu o'z hayotingizning egasi bo'lish, boshingizni tik tutib yurishdir. Men o'sha do'zaxdan chiqdim. Men tirikman va men endi kuchliman. E'tiboringiz uchun rahmat. O'zingizni va qizlaringizni asrang.